mehnatli muxlislari. Pedagogika fakultetining yagona yulduzlar jamoasi marhamat. Louis Theroux, Judy Jones, Chicken. Mamani Della Chicken. You know. Boshlamon bo'lsa to'xtab bo'ladi. Assalomu alaykum istimiz. Yaxshi qiz, siz olmaysiz, hammaga tishlab turmang. Bo'lmasa ma'lum olmasiga o'xshab qum ketib qoladi. O'zbekistonda gaz narxi qachon tushadi? Endi oftob so'nib Antarktida O'zbekistonga kelib siz oqarganingizda gaz narxi tushadi. Endi gazga bo'lgan bo'lmasalar balki tushib qoladi. Nima deb o'ylaysiz? Toshloq o'chamadimi? Agar bizni prorektorimizni urishni bitta eshitib bo'lsangiz, Toshkentda butun Qirg'oqqa boradi. Aka, o'tirganimda kichkina bo'lganman. Nega Toshkentda ham o'tadi? Alkash yo'lga ichish tashmaydigandek, Toshloqqa ham ichib uchadi. Qiziqib ko'rganmisiz? Xalqimizda bir ibora bor. Sanamay 8 dema. Nega 9 yoki 7 emas? Bunaqa savollarni menda ham bor. Orxona bor-ku, nechxona o'shadi? Endi xalqimizda boshqa maqolam borda 7 o'lchov bir kez. Nega 10-15 sm o'lchamaymiz? Ikkinchi shart bo'yicha baholar mezonini ko'rib olsak. Birinchi jamoamiz Pedagogika fakultetining yagona yulduzlar jamoasiga marhamat. Deganda sayraydi bulbul. Men boshladim so'zimni, tanishtirib o'zimni. Tog'larga, sandiga. Bu darsda xuddi ikki karama qilamiz chempioni. O'tiring, champi bilan o'siz Mamarayevga xush kelibsiz, qarshi kelinglar. Shu davramizni ochib berish uchun endi davramizga rashbon aytishda qarqarsa kelinglar. Avvalambor assalomu alaykum. Endi bularga men nima deyman? Bularni men oldin maktablardan quvardim, qochib ketardim. Qara, xudo qo'yadi, ko'rib qolardim, qochib ketardim. Akaychi, oxiri shiyponni topolmadim, to'y bo'lib ketib qoldi. Jo'ram sizlar o'tgan ekan. Xotin oldimizda ona. Hey, sadoqatda ertaga odam ish qilmay, xotinni bezasini beradi. Jo'ram vaqti bu. Yaxshi. Qizil lola ochilsin. Sariq lola sochilsin. Kelin-kuyov baxtiga sharpat qilib
kelib o'qitib bilasizlar, bir o'zi yerib satmak qiladi. Endi davramizga 2 yoshni bir-biriga baxtlashtirib taklifga qani hindistonlarga marhamat eting. Bizda milliy brendning sarfimizdomi ham milliylikni qadrlaydigan. Shunga kel, bir qimizdiga mos aytib qilaylik. Bo'ldi, qarashmas. Aytib qilamiz. Qani, bu rashk o'g'ilimiz yo'q, so'g'ilib bilan O'g'il bilan. Bo'ldi, marhamat qaysizlar davramizga ham. Marhamat rais boshlaydi. So'zga yo'qman, o'zing gapir. Bo'p, gapir. Oq kattarim doniydi. Yo, Kattarim doniydi. yaroqli. Qishlog'imiz qizlari. Yaroqli. Bildim yo'laydi. Dinda ham bor, o'lamni yomon. Qanday deysiz? Oldin qizlarda ishlaydi. Tomda tovuq yotibdi. Yo, Oyoq tovuq qochibdi. Voy kimdi? Hey, qanday Qishlog'imiz bolalari. Qishloq kiymay yotibdi. menga tashlab. Qaysi do'stlar chiqib gapiramiz. Sen nima Hey, minni yumga kiymanglar. Shamollarda yurmanglar. Shamol ko'tarilib ketdi. Bolalar oyoq yurmanglar. Farqat kino ko'rmanglar. Oqshomdan sahargacha. Besh. Butunlik qo'ymanglar. Bo'ldi, davom ettirib qo'yamiz. Endi davramizga kimlik yo'llaymiz ekan marhamat. Marhamat kuyovlar. Shunday sizni maloqatingizga tirishqalaring. Yana xotinimga do'stlarim yo'q. Xotinga rasm Boshlaymiz o'zingizga. Mayli, qani kelin bo'ladi. Qahvoingiz etisizga tirishqalardan kelib bo'lgan. Bunga qo'shnidan boshqa hech gap yo'q. Qani qo'shningizlarga-chi? Kelinni qarab qilaylik. Yoshlikda buyoqdilar. Boshqa qayoqqa qarab yurib. O'zbekning to'ylari urushsiz o'tmaydi. Birovning to'yida, birovni joniga ozor bermasdan yashaydi. Ijtimoiy fanlar fakultetining Google jamoasi
Rustam. Ko'cha budurligiga urushga qo'yasanmi? Rustam. Sen imtihoni yo'q bugun. Bugun yakshanba-ku. Qazan kelaman. Nima? Qazan? Tur, qo'l bo'lyapti. Protsenda bor, eslatib yo'qsan. Nodir? O'tkir kelasan kimni? Bilmadim, aka o'zdan so'rayman. O'tkir aka? Qachon kelasan? Kecha o'zdan chaqirdi, yarimdan topamiz. Bo'ldi. Rahmat aka. Faqat yaxshi turinglar. Xo'p, hisob keraklarmi? Yo'q. Mana yaxshi. Nima qilganmiz? Ha. Hisob to'laylar. Bo'ldi. Kecha mana Islomni tug'ilgan kun edi. Shu mana shu tug'ilgan kuniga oldik. Meniki. Ha, bo'pti. Qizlar gaskiga bunda. Islomga. Mana meniki. Ye, buni tug'ilgandan keyin ota-onasidan bilmagan qizmi o'g'ligini. Ye, jon paraslarni. Nodir hisob kelib bolaga. Kontraktni tushganda Keyin bir gap qilamiz. Gaplashib ko'raylik. yaxshi. Tanishdik bo'ladimi? Voy, Islom aka, tanimay qolasizmi? Bo'ldi, biladimi? Taniyman. Meni taniyapti bu. O'zi gaplashmaslik bo'lmaydi. Chosib tashlayapsiz. Gaplashib Yaxshi. Tanishdim. Voy, oybek aka, siz ham tanimay qolasizmi? Yo, monolayim, siz qanday tanib? Voy, kecha o'tiramizdan olib kelganlar. Ana xazinaning o'lgur kelib qoldi. Men qora paket ko'rib, ana xonaga olib tashladim-ku. Atrofimda Nodir bilan xazinamiz qo'lashmasa o'ynaydi. Bo'g'ga qalayam shunchalar yaxshi. Oybek meni ham aylanayapti. Yomon bo'lib turaydi. Bolalar. Mana shu qizdan bir romantika qilaman deganda xazinam kelib qoldi-da. Deb do'stam yo'qdi. Qora ichkari xonaga kirib tozalab bir sen hozir kiraman. Bu zahni ko'rishimiz bilan kimningdir tiliga og'ir, kimningdir tilini xira qilgan bo'lsak, albatta bundan uzr so'raymiz. Bu illatlarni giroh qiling. Sizlar bilan ijtimoiy fanlar fakultetining Google jamoasi bo'ldi. Iqtisodiyot fakultetining boylik qizlari jamoasi marhamat. Haqsizlar. Mana maktabni ham bitiribsizlar. To'xtanglar. Nima hammanglarni lentalaring qarisi? Ha, mayli. To'xtanglar. O'zi oralaringda tilni bitiradiganlar bormi? Bor. Mana men tilni bitiraman. Mana bayramimiz zo'r bo'lyapti. Ustozimizga rahmat. Sinfdoshlarim kirib ketdi. O'qishga kirib ketdi. Ha, mayli. Yana kimdadir bormi? Bo'pti unda. Gulni o'rtaga tashladik. Gulmanidan boshladik. Bitta gulning baniga ikkita gul qolmaydi. 5 ta bola bir bo'lib, bitta bulbul bo'lmaydi. Voy, bu bulbuldan ketdimi? Gulingizga alishmayman,
To'xtang, mani gapim bor. Men o'ylab ko'rdim. Militsiyadan ham seriozniy kasb bor ekan. Men iqtisodchi bo'lmoqchiman. Biz ham o'ylab ko'rdik. Biz ham iqtisodchi bo'lmoqchimiz. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Men ham iqtisodchi bo'laman. Birga o'qiymiz. So'nggi jamoa o'z chiqishini namoyon etdi. Hakamlarimiz bir qarorga kelgunga qadar sahnamizda lirik chekinish. Avvalo assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz talabalar, hammalaringizga qizi jamoalari o'zini chiqishlari bilan, o'zini mehnatlari bilan harakat qilib o'tishga va sizlarni ko'nglingizni olishga jamoalar qisqa muddat ichida mana shu tanlov e'lon qilingan qisqa muddat bo'lmasdan hammasi mana shu kecha kunduz tayyorlandi, qo'llarida yangicha ssenariy ishlab chiqdi va bundan tashqari o'zlarini o'sha mahoratlarini ijro qildi. Bu avvalambor o'sha bizlar bilan hamkorlikda ishlayotgan Yoshlar ittifoqi hamda Yoshlar agentligi kattakon universitet rahbariyati tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor Bu o'zimdagi yangi yoshlar tashkilotida albatta sizlarni universitet to'g'risida avvalo tabriklayman. Birinchi marta topilma universitetiga olib borib uchrashtirib shu yoshlarni Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyati kengashi nomidan minnatdorchilik bildiraman. Hammaga